9 of my family members. Where is? Give me answer. If the Chinese government, where is my family? Where is my family? How the hell should I Where is know? my family? Mening ismim Abdurim G'ani, Gollandiyadagi aktivist. 2017 5 ayınki 23'den başlap 19 aile a'zolarim bo'lgan bütün aloqam uzildi. 2018 6 ayning 22 kundan başlap Amsterdam Dam maydonida Gollandiya parlament binosining oldida Gollandiyadagi Xitoy konsulining oldida 19 aile a'zolarining izdirikini qilib namoyish qildim. Men Xitoy konsuliga kirib Xitoy konsulining ichida aile a'zolarimdan hayat mamatlik haqida Xitoy elchisidan bevosita uchur so'ragan bo'lsam-mu, ammo Xitoy hukumatı uchur berishni rad qilib, bir qancha kun o'tgandan keyin 19 oila a'zolarimninki 5-ninki o'qishmagan sabablar bilan 16,5 yildan tortib 3 yilgacha kesilganligi qolgan 14 oila a'zolarimninki normal yashayotganligida uchur berdi Gollandiya Tashqi ishlar ministrligiga. Ammo bu uchur yolg'on. Chunki men 14 oila a'zolarim normal yashayotgan bo'lgan bo'lsa, men nima uchun ularga telefon aloqa qilolmayman? 2024 7 oyninki 8-kundan 13 kuni Gollandiyaniki Den Haag shahridagi Dunyo fuqarolar sud mahkamasida Shi Jinpingni sotlaydigan sotqa men taklif qilgan edim. Akam Telegramda bir video aytibdi. Dadamning holati shunda xarob, qarasam sakrat turib qoldimi, qanday jazolarga chiqqan shu nima o'xshaydi. Dadamning ahvoli shu, sen shu sotqa qatnashmagan bo'lgan bo'lsang, biz normal berib kelgan bo'lgan bo'lsak degan boshqa gaplarni qilib gap qoldirib qo'yibdi. Men Sharq Turkiston Uyg'urlarning erkinligi, hurlik uchun odoq kurash qilaman. Today is 14 August 2020. I am just now in front of Chinese embassy in the Den Haag. I am going to inside the Chinese embassy to ask my family members